Mana shundan arzon topsanglar, mana shu telefon sizlarga tekin javob. Gulistonda bayram shukuhi bo'lyapti. Mana shu bayramga Guliston xalqiga qaysi tadbirkor nimalar qilib beryapti, qanday chegirmalar qilib beryapti. Bu bo'yicha biz Technocity'ga keldik. Hozir Technocity'ga kirib ko'ramiz. Agar rostdan ham arzon qilib bera oladigan bo'lsa, bu videoni profilimizga joylaymiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Siz Sog'liq yaxshimi? Tanishing, bu inson Aziz aka mana shu Technocity do'koni rahbari bo'ladilar. Assalomu alaykum, hurmatli gulistonliklar. Bayram bilan tabriklaymiz. Xush kelibsiz aka do'konimizga. Aka, gulistonliklar uchun, mana shu Guliston xalqi uchun nima chegirmalar qilib bera olasiz? Mega aksiya boshlaganmiz. Bayramga juda ham arzon chegirma qildik. Biz ani chegirma qildik, yozib o'tirmasdan konkretni aytib o'taman. Arzon bo'lsa, arzon deb yozib ketishadi, solishtirib ko'rib. Libo joyda buni o'tkazib yormanglar, buni aniq ko'ringlar. Endi hamma yoqda bayram shukuhi, hamma televizor olishadi. Shuning uchun televizorlarga katta chegirma qilganmiz. Hamma modelga sonar televizori. Nerealniy, bilasizlarmi? Ekran zachtasi bor. 32 talik sonar televizori, pultga gapirsa bo'ladi. Mana голосовой управленияli 990 ming so'm qilib beraman. 32 talik televizor 990 ming so'm. Siz uchun shunaqa narx qilib beraman. Internet hammasiga ulanadi. 990 ming so'm narxga arziydimi yoki bundan ham boshqa arzon joyi bormi? Izohlarda yozinglar. Qoladi 3 ta narsaning narxini ko'rsataman. Chunki bizda mebellarga, gilamlarga, bitovoy texnikalarga katta chegirma ketyapti. Qarang, telefonlarimiz ham bor. Samsung 1 yil kafolati bor mana ko'rib olganingizda. Bu ani rastamoshka sizayotgan emas. Ofitsialniy atiga 1 million 490 ming so'm. 6ga 128 talik. Shu joyda bir narsaga kelishamiz. Agar obunachilarimiz bundan ham arzon, mana shu 6 ga 128 taligini bundan ham arzon narxga topadigan bo'lsa, siz mana shuni bepulga beraverasiz biz obunachilarga. Mana shundan arzon topsanglar, mana shu telefon sizlarga tekin javob. Bo'ladimi? Kelishdi. Hamma narsa bor ko'rayotganingiz do'konda. 3-chi mahsulot pilisos bo'la qolsa, qarang. Eski narxi 2 million so'm sotilgan. Hozirda aksiyada bundan ham arzon qilib beraman deb aytdim sizga. Shuning uchun 990 ming so'm qilib beramiz buni ham. O'zbekiston brendi Artel bo'ladi. 4537 seriya. Shu narxda agar xuddi shu modelni topadigan bo'lsa, bu ham tekin, aka, javob. Bizani Yangiyo'lda, Begobodda, Gulistonda, Chirchiqda va yaqinda ochilgan Samarqand, Urgutda aynan bizani kuzatib boruvchilar bor. Shu joylarda ham xuddi shunaqa narxga ketadi. Aka, bu sovg'alar kimga? Bu sovg'alar hammasi xalqimiz uchun, aka. Nima xarid qiladigan bo'lsa, 70% gacha chegirmada barabarni aylantirib ikkinchi sovg'a tekin. Bu yilning oxirigacha. Lekin nariga yetganimiz, aka, aniq qilib belgilaymiz. 25-dekabrdan 29-dekabrgacha amal qiladi, aka. Nariga tortgan narx. Demak, hurmatli obunachilar, 2025-25-dekabrdan 29-dekabrgacha hozirgi aytgan 3 ta mahsulotimizni o'sha narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Endi bo'lib to'lashga olish tartibi qanday? Aylanib turgan оборотный karta bo'lsa, pasportni o'ziga ham beramiz. Mashinasining tex pasporti, pensionerlik guvohnomasi yoki tex pasporti bo'lsa ham bo'laveradi. Hurmatli gulistonliklar, sizlarni Technocity do'konlarida kutib qolamiz. Do'kon manzilini tushuntirib o'tmoqchiman. Guliston shahar, O'zbekiston shoh ko'chasi 3-mavziga ketishda o'ng tomoningizda chiqadi.